Assalomu alaykum. Mamad Alimova Nazira Peli bo'laman. Toshkent davlat yuridik institutini yuridik yordamlari bo'yicha klinikasiga murojaat qilgan edim. Ming rahmat. Juda ham malakali kadrlarimiz yetishib kelayotgan ekan. Juda ham xursandman. Bizning O'zbekistonni rivojiga shunaqa hissa qo'shadigan haqiqiy sof dil, aqlli bolalar o'qir ekan bu yerda, bolalar, qizlar o'qishar ekan. Juda ham xursandman. Shunaqa bir og'ir tema bilan murojaat qilgan edim. 2 yildan beri to'g'ri bo'lmayotdi gap ochig'i. Bular menga shunaqa to'g'ri yo'l ko'rsatib, arizalar yozib, sudgacha past bosqichdan boshladik. Ko'rib chiqishdi, ishni maslahat bergan domlalarga ming rahmat. Shunaqa bir ajoyib insonlar ekan, har bir narsani qonuniy qilib, hammasini faktlar bilan keltirib biza ariza yozdik. Ishonsanglar, birinchi o'sha etapimizning o'zida sudgacha ham bormasdan hammasi hal bo'lib, bizning polizamizga, mani polizamga hal bo'lib, men juda ham xursand bo'ldim. Bu ukalarimdan ayniqsa menga arizalarni yozib, butun yordamlashib, menga hamma savollarimga to'liq javob topib, men bilan ishlagan, ayniqsa o'zimni juda ham bir o'g'lim deb aytdim, Ismoilov Sidiqjon Mamad Sodiqova, Zarnigor. Bunaqangi a'lochi o'quvchilar men tan berdim. Haqiqatan ham domlalarga ming rahmat. Bizning O'zbekistonni kelajagi juda ham bir aqlli, juda ham bir dono bolalarning qo'lida bo'lar ekan. Men juda ham bunga amin bo'ldim. O'z ishini ustasi bo'ladigan, xalqqa o'ylaydigan, har bir narsaga e'tibor berishda, har bitta so'zimga, har bitta detallarga Xudoga ming qadar shukr. Bizacha umidim ham uzgan edim, shu ishda baribir sudda ham yutqizaman deb juda ham qattiq nima qilib, siqilib turdim. Yo birinchi etapda o'zida biza shunaqa chaqirilib, gapirishib, birinchi etapda o'zida o'sha ishim hal bo'ldi. Agar ishonsanglar, mana shunchalik men o'sha birinchi marta emas murojaat qilishim, biz endi qari pensionermiz, bizga advokat olish yo boshqa qilish pensiyadan ortmaymiz. O'shaning uchun keluvdim shu yerga. Juda ham xursandman. Ishonaman, shu bizning kelajak mustahkam aqlli insonlarning qo'lida ekan. Ayniqsa yuridik shunaqangi bir gрамотный bolalar ekan. Domlalarga ham juda katta rahmat. O'sha maslahat berib, ularni o'rgatib, ularni to'g'ri yo'nalishda har bitta narsani tushunib yetish ham bu hozirgi kunda juda og'ir masala. Men ming katta rahmat aytaman. Bolalarimizga muvaffaqiyat, kelajak o'qishlarida juda ham yuksak inson bo'lishlariga men ko'zim yetadi. Men juda ham xursandman. Kattadan katta rahmat. Ilohim martabalari ulug' bo'lsin. Shu dargohda dars berayotgan hamma domlalariga katta minnatdorchilik bildiraman. Chunki bu bilimni yetkazib berishi o'zimiz hozirgi kunda to'g'ri maslahatlarni berib, ularni shunchalik bir o'qitayotganiga ming rahmat. Endi alohida aytmoqchiman, bizani shu studentlarimiz, talabalarimiz yorqin kelajagi bor, yaxshi insonlar. Zarnigor qiz juda malakali qiz, juda bir epchil. Sidiqjonga вообще nima men tan berdim, haqiqatan ham 5 baholi nima qo'ydim, bularga ball qo'ydim. Domlalarga ham alohida katta rahmat. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Biza Xudoga ming qadar shukr, o'zimizni yurtimizda o'zimizning haq-huquqimizni защищать qilib berib, bizga nima qiladigan, yo'l ko'rsatadigan inson, fidoyi insonlarimiz bor uchun kattadan katta rahmat.